Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Nikolay Gogolning Qadimgi zamon zamindorlari asaridan parcha havola etaman. Bu asar mashhur rus adibi Nikolay Gogolning insoniy hayot, muhabbat va sadoqat haqida yozgan eng ta'sirli hikoyalardan biridir. Asarda keksa er-xotin Afanasiy Ivanovich va Pulxeriya Ivanovalarning hayoti orqali eski zamon odamlari, ularning sodda, samimiy, ammo bir oz kulgulik dunyoqarashi tasvirlanadi. Muallif yumor va kinoya orqali inson tabiatidagi mehr, odatlar va yolg'izlik kabi tuyg'ularni mahorat bilan ochib beradi. Asarni o'qir ekan, o'quvchi o'z hayoti, o'tgan zamonlar va insoniy qadriyatlar haqida o'ylab qoladi. Mazkur asar klassik adabiyot muxlislari, insoniy his-tuyg'ularni chuqur his etishni yoqtiradigan kitobxonlar uchun. Aziz kitobxonlar, Nikolay Gogolning Qadimgi zamon zamindorlari asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.